Assalomu alaykum qadrdonlar, mana uchta mashina Rossiyadan Turkiyaga yuk yuklaganmiz. Bitta mashinamiz yo'lda buzilib qoldi. Gölüştirdan suv haydavardi. Endi galopga ko'taryapmiz mana. Xudo xolasa. Farhod bir oshnamiz, o Ozod bir oshnamiz mana. Bo'shatib qo'lyapti. Ha, mana galopkani anaqasi bor-ku. Mana bunday bo'lib turib, menga bunday bo'lib kirgizilgan ekan. Aslida tartib. Penzaga 50 kilometr yetmay qolganda uzilib sudrab keldik. Sudrab kelib stenga qo'ydik mana endi. Xudo xolasa kavlayapmiz. Do'stim Ozodbek bo'shatyapsizmi? Buzarlarda. Usta buzarlar. Ular hammasi o'zi shofyor. Galopga qilish qo'ldan keladimi yo'qmi? Buni ertaga ko'ramiz, xudo xolasa, ertagami, bugunmi. Ana Farhod o'zi. Professional ustalar mana xudo xolasa bugun qilib yuboramiz deydi ama. Bo'shatadi, o'sirda. Shundan puli bilan bo'shab ketadi. Ular mana adrenalin ichadi mana. Qanaqa usta bular? Kim bilan quvvat olar shekilli.